Mana hurmatli do'stlar, ustamiz oldilariga keldi. Mana ustamiz bo'ladilar. Xudo xohlasa inshaalloh malaka oshiradigan Navoiylar hamkasblar bo'lsa, shogirdlarni olamiz. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. 270 grammdan ko'rsating nonni ko'rsating. 270 grammdan 1,5 kilogacha o'rgatamiz. Rangini deysizmi, qanday qilib yasaladi deysizmi, hammasini bundan o'rgatamiz. Bemalol kelib, o'rganib, mana shu yerda bunaqa olib, bunaqa olgandan keyin duoni ham olib, sekin ishga boshlaverasizlar. Do'stlar, raqamlarni opisiyaga yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, bog'lanishinglar mumkin. Nollarni ham yopilayotganini ham ko'rsatib qo'ying. Kelaverasizlar. Allaqancha baland yurish o'rganasizlar. Sizda faqat rushni. Apparat yo'q shu. Faqat rushni o'rgatasiz. Faqat turib shuni o'rganasizlar. Ustamiz aytganlaridek. Apparat yo'q lekin. Ha, lekin apparatlar kerak bo'lsa, mana shu ustamdan so'rasangiz, sizlarning hamma narsani sizlarga kerakli narsalar bo'lsa olib beradilar. Mana do'stlar, kelasizlar. Mana ruchno hammasini olib pishgan. Mana ko'ra olishingiz mumkin. Apparatni ham damini beradi. Shunaqa hunarni, malakasini oshiradiganlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana do'stlar, nollarni ko'rib baho beraverasizlar. Mana orqa oldilari. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi bir-biridan go'zal.